Bodring va selderey. Bu ikkita aralashmani detoks qilib tayyorlasak, tanadagi otyoqlarni yo'qotish va och qoringa ichilganda ozdirish xususiyatini oshiradi. Kefir va zig'ir urug'i. Ichak faoliyatini yaxshilaydi. Qabziyati bor ayol qizlarga eng zo'ri 1 stakan kefirga 2 qoshiq zig'ir urug'ini bo'ktirib, to'q qoringa ichsak yaxshiroq. Turp va asal. Bu ikkala mahsulotni birlashtirganda grippga eng mukammal yechim bo'ladi. Bitta turpni qirg'ichdan o'tkazib, 1 qoshiq asalga aralashtirib, tayyor bo'lgan massani uxlashdan oldin ichish kerak. Grapefrut va rozmarin. Bu ikkala mahsulot birlashganda yog'larni kushandasi hisoblanadi. Rozmarinni damlab, ichiga grapefrutni maydalab solamiz va tayyor bo'lgan mevali choyimizni ertalab och qoringa va kechqurun uxlashdan oldin och qoringa 1 stakandan ichamiz. Yog'larni eritadi, ozdiradi va metabolizmni yaxshigina tezlashtirib beradi. Retseptlar juda ham oddiy va oson. Bitta videoda 5 xil retseptni sizga menimcha taqdim etdim. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yishni va mehnat